Mavzu: diskdagi ma'lumotlarni shifrlash. TrueCrypt, BitLocker va VeraCrypt misolida. Shifrlash nima? Shifrlash bu ma'lumotlarni maxfiy ko'rinishga keltirish jarayoni hisoblanadi. Shuningdek, ma'lumotlar faqat maxsus kalit, ya'ni parollar orqali ochiladi. Axborotni ruxsatsiz kirishdan himoya qiladi. TrueCrypt haqida. TrueCrypt bu ochiq kodli dastur bo'lgan, virtual shifrlangan disklar yaratish imkonini beradi. 2014-yildan boshlab rivojlantirilmaydi. Hozirgi vaqtda foydalanish tavsiya ham etilmaydi. Diskni shifrlash. Birinchi navbatda, qurilma yo'qolgan yoki o'g'irlangan holatda ma'lumotni saqlab qoladi. Ikkinchidan, tizim darajasida xavfsizlikni ta'minlaydi. Va so'nggida qattiq disk yoki flesh xotiradagi barcha ma'lumotlarni himoya qiladi. BitLocker haqida. Microsoft Windows tarkibiga kiradi. To'liq diskni shifrlash imkonini beradi. Shuningdek, TPM Trusted Platform Module bilan birgalikda ishlaydi. Korporativ muhitda keng qo'llaniladi. BitLocker ishlash prinsipi. Avvalo, disk avtomatik ravishda shifrlanadi. TPM moduli kalitini saqlaydi. So'ngra tizim yuklanganda foydalanuvchi tekshiriladi. Agar xavf aniqlanadigan bo'lsa, kirish bloklanadi. VeraCrypt haqida. VeraCrypt TrueCrypt asosida yaratilgan, doimiy yangilanib boradi. Kuchliroq shifrlash algoritmlariga ham ega va shuningdek, bepul va ochiq kodli dastur hisoblanadi. Dasturlar o'rtasidagi farqlar. TrueCrypt bugungi kunda eskirgan va qo'llab-quvvatlanilmaydi. BitLocker qulay, ammo faqat Windows tizimida ishlash imkoniyatiga ega. VeraCrypt hozirgi kunda xavfsiz, bepul va eng universal variant hisoblanadi. Shifrlash algoritmlari. EAS Advanced Encryption Standard eng keng tarqalgan ishonchli algoritm hisoblanadi. Serpent yuqori xavfsizlik darajasiga ega dastur. Twofish tez va samarali ishlaydi. VeraCrypt bir necha algoritmlarni birgalikda qo'llashi mumkin. Dasturlarning afzalliklari va kamchiliklarini ko'rib o'tamiz. Avvalo, afzalliklari. Birinchidan, ma'lumotlarni ishonchli himoya qiladi. Ikkinchidan, maxfiylikni ta'minlaydi va uchinchidan, kiberhujumlardan himoya qiladi. Kamchiliklari: parolni unutish katta muammo keltiradi. Tizim tezligiga osongina ta'sir qiladi. Ba'zan sozlash murakkab bo'lishi ham mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi.